Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh birodarlar. 5 ta fakt rubrikamizning otini ham to'qimadik. To'qishimiz kerak ekan. 5 ta fakt rubrikamiz deb aytib turaylik. Hozircha ofitsial bitta nom to'qib olgunimizgacha. Shu rubrikamizga xush kelibsiz. Ikkinchi epizodiga barakallohu fikum. Bugun inshaalloh ikkita til battle bo'ladi. Inshaalloh ikkita til haqida 5 tadan fakt aytamiz. Men koreys tilida va birodar arab tili haqida fakt aytadilar. Birinchidan o'zimizni tanishtiraylik. Ismi Ismail. Chorin Jamolinida. Endi inshaalloh bismillah deb faktlarni aytaman va yana bir marta qoidalarni eslatib o'tay. Qoidalarni qisqacha qilib eslatib o'taman. Men Jamol birodarni bergan faktlariga baho beraman 1 dan 10 gacha. Va ular men berayotgan 1 dan 10 gacha baho beraman. Faktlarimga 1 dan 10 gacha baho beradilar va oxirida kim eng ko'p ball yig'sa o'sha yutadi. Va maksimalni xolis bo'lishga harakat qilamiz. Baho berishda. Baho beramiz. Sizlar qanchalik bizani bahoyimiz o'rinli, to'g'ri yoki haqqoniyligiga qo'shilsam qo'shilmaysizlarmi? Shuni yozinglar. Ha, yozinglar. Meni beradigan ballaring qo'shilishmaydi ko'p odamlar deb o'ylayaptilar, birodar. Shuning uchun fikringlar qiziq. Barakallohu fikum. Keyin hozir bitta muhim narsa bor. Biz maqsadimiz solishtirish emas, maqsadimiz shunchaki ikkita tilni, faktlarni bayon qilgan holatda yangi ma'lumotlar aytib o'tish. Shunaqa. Foydali ma'lumotlar ham bo'ladi inshaalloh albatta. O'zi befoyda video qilishdan Alloh subhanahu va taolo asrasin. Hammamizga faqatgina foydali video chiqarib, foydali videolar iste'mol qilishni muvaffaq qilsin. videolarni ko'rishga muvaffaq qilsin. Yaxshi ilm olib va o'sha ilmni tatbiq qilishga, foydali ilm olib, foydali ilmga amal qilishga Alloh subhanahu va taolo hammamizga tavfiq bersin. Amin. Bismillah deb boshlaymiz. Unda kim? Siz boshlaysizmi, birodar? Siz boshlaymiz. Bu safar men boshlayman. Bo'ldi. Men oddiyrog'idan boshlayman unda inshaalloh. O'zi men to'g'risi koreys tilini Koreyaga borishdan oldin juda ham qiyin tilda bo'lardim-da. Juda ham qiyin tilda bo'lardim. Men ham shunaqa deb o'ylardim lekin. Koreys tili lekin juda borganimdan keyin bildimki, juda oson til ekan. Juda hayron qolganmanki, qanchalik o'sha Xitoy, Yaponlardan farqlanishiga, tillardan farqlanishiga. Va misol uchun masalan, ko'p odamlar rus tilida eng ko'p adashtiradigan narsalardan bittasi nima bilasizmi? Rus tilida. Koreys tilida emas, rus tilida. Ha, ko'p qiynaydigan, odamlar qiynaydigan narsa deyapsiz. Tilni bitta aspekti. Talaffuz bo'lishi mumkin bilaman. Talaffuzdagi nima aynan? Harflar, talaffuzdagi o'qilish, nima harflar, ya'ni yozilganda o'qilmasligi deyishimiz mumkin. Rus tilida lekin praktik yozilgandek o'qiladi lekin. Aynan nima? Ammo aytib qo'ya qoling. Unday harflar. Udarение. Ya'ni nima deydi o'zbekchasiga? Udarение. Urg'u, ha? Haqq urg'u tushishi. Unday harflar deyilsa kerak. Yo'q, unday harflar u anaqa glasniy bukva. Udarение, ya'ni misol uchun qarang. To'g'ri, urg'u. Misol uchun любой bitta so'z aytaylik. Kamera deydi. Kamera emas yoki kamera emas, kamera. Koreys tilida shu urg'u degan narsa yo'q. Misol uchun kamera bo'ladi. Arab tilida o'qitarganda unda. Urg'u degan narsa yo'q yani. Qanday yozilsa shunday o'qiymiz. Harflarni juplab o'qiymiz. So'zni to'g'ri o'qigan bo'ladi. Ha, ya'ni misol uchun agar siz so'zni ma'lum bir qismiga, bo'g'iniga urg'u bermoqchi bo'lsangiz, sразу siz chet elligingiz bilinib qoladi-da. Tushunasizmi? O'zbekligingiz bilinib qoladi. O'zbekligingizmi yoki boshqa. Ya'ni urg'u degan narsa yo'q, qiziqarli-da. Qarang, o'zbek tilida ham urg'u bor-ku, misol uchun. Mana bor-ku dedim-ku hozir. Bor-ku demadim-ku, to'g'rimi? Alloh deymiz, Alloh demaymiz-da. Alloh deymiz. Arab tilida urg'u bor значит, ya'ni anaqa qo'yish. Arab tilida cho'zish harflari bor o'zi. Arab tilida o'zi qanday yozilsa shunday o'qiladi. Cho'zish harflari bor. Urg'u emas-da u. Misol uchun 4 ta bo'g'inli bitta so'z aytingchi. 4 ta bo'g'inli bitta Arab tilida bo'g'im yo'q-da o'zi. Al-kitab. Ha, ya'ni mad bo'lsa o'sha urg'u berilgan bo'ladi, to'g'rimi? Al-kitab. Mana qarang, zalzala. Misol zalzalada hech qanaqa urg'u yo'q. To'g'ri. Lekin mad bo'lsa alif qo'ysa. Al-kitab mana, al-kitab. Kitabun. Unda lekin yozilishda ham o'zi harf bor-da, alohida bitta harf bor. To'g'ri. Adashmaydi odam. Adashmaydi, ya'ni Allohim barik arab tilida arab tilida urg'u yo'q-da. Koreys tilida ham urg'u yo'q-da. Ha. Ya'ni nima qilmaysiz? Adashmay so'zi qaysi tarafiga? Qanday yozilsa shunday o'qiladi-da. Aynan, ha. Lekin o'qish qoidalarini ham bilib olish kerak. Chunki ba'zi harflar so'zni qatida kelayotganiga qarab har xil tovush beradi. Misol uchun S harfi
T tovushida ham kelishi mumkin. L harfi R bo'lib kelishi ham mumkin. Mana shu taraflari bor. Lekin to'g'risini aytaman, koreys tili mana o'zbek, rus, ingliz tili, arab tilini o'rganyapman va koreys tilini bilsam, mana shuning ichida eng osoni koreys tili bo'lsa kerak Alloh alam. Juda oson tilda. Odamlarni o'ylashdan Даже inglizchadan ham oson demoqchisiz. Ha, inglizdan oson koreys tili. Ingliz tilini o'rganmagan odam tasavvur qilsa edi, koreychani yoki inglizchani o'rganmoqchi masalan. Koreys tilini tezroq o'rgansa kerak. Tezroq o'rganadi. Alloh alam shunaqa deb o'ylayman, Alloh alam. Chunki koreys tilini qoidalari birinchidan kam. Albatta o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, qiyin emas demayman, lekin ancha nisbatan osonroqda. Qoidaviy jihatdan oson deyapsiz shekilli-da. Lekin yangi lug'atlarni uzoqligi o'zbeklarga bu jihatdan qiyin bo'lmaydi. O'zbekligi to'g'ri, so'z nimasi juda ham farqlanadi. Lekin baribir o'zbeklar o'rganib ketyapti, juda ko'p men ko'raman-da, misol uchun. Ya'ni o'rganadigan odam uchun oson demoqchisizda. Bundan oldin akademik hayoti o'lik bo'lgan odam ham borib koreys tilini gaplashib o'rganib ketganini ko'rganman-da, tushunyapsizmi? Ya'ni uncha o'qib olmagan odamlar ham koreys tili bilan muloqotlashib, ishlab birga, o'qib birga o'rganib ketganda, koreys tilini zo'r o'rgan. O'zbeklar koreys tilini juda tez o'rganadi. Nimaga birinchi bo'lar ekanda deyman. So'z ketma-ketligi o'zbek so'z ketma-ketligi bilan bir xil. Praktik bir xil. Ha, juda o'xshash. O'shaning uchun o'zbeklarga oson koreys tilini o'rganish. Tushunasizmi? Misol uchun harflarni yozilishi qiyin emasmi? Yo'q, ustma-ustma yozilib ketishligi. Juda oson mana shu narsa. Aytaymi sizga? Bir haftada yozib o'qishni o'rganib olasiz. O'qib yozishni bir haftada o'rganib olasiz. Bu haqida saldan keyin ham yana gaplashamiz inshaalloh. Lekin aytmoqchi bo'lganim koreys tili juda oson. Demak, fakt bo'ldi, mana charkash ketdi. Fakt shunda bo'ldiki, urg'u yo'q. Koreys tilida urg'u ham yo'q. Koreys tilida urg'u yo'q bo'lgan til. Mana solishdadiki, rus tili bilan misol uchunda. Hozir fakt biza baho berganda-da o'zimda o'ylantirib qo'ydi. Baho berganda qiziqligiga qarab baho beraymi yo foydaliligiga qarabmi? Kombinatsiya qiling. Kombinatsiya qiling. Ikkalasi ham o'rtacha bo'lyapti-da. Qiziqligi ham o'rtacha, foydaliligi ham o'rtacha, ya'ni. Shunga bilmadim. 6 beraman. Men 5 kutdim, lekin alhamdulillah. Men o'tgan videoda ko'rgan bo'lsangiz kerak deb qolayman, ancha yengil qarab. Siz ham xolis bo'lib ketasiz. Siz ham xolis bo'lib ketasiz. O'zini tushunatlaman, ishlash. Yo, o'zi spesial atilabdan mana shu bir xil rus so'zlarini nima qilishga harakat qilganman, chiqarishga. Qo'ldan kelgancha unaqa nima deydi? O'zi, mayli bu temaga kirishmayman, lekin tabiiy o'zbek tilida gapirish tarafdoriman. Shunaqa. Tabiiy va Toshkent shevada til haqida gaplashayotgan ekanmiz. Toshkent shevasida rus so'zlari juda ko'p aralashib ketgan. Juda ko'p gapiriladi rus so'zlari. Toshkent shevasida. O'rganib qolgan narsamiz bo'lganidan keyin shunaqa. Men tanqid qilib o'tirishi menimcha. Bir xilda sezmayman-da rus so'z gapiraverganim. Odam o'rganib qolgan bo'lganda men o'zimda ham shunaqa ba'zan. Ha, endi siz solishtirib olamiz. O'zbekistonda bir martadan bo'lgansiz, Alloh alam. Aytmoqchi bo'lganim, tabiiy gapirish tarafdoriman o'zi, lekin ommatan misol uchun o'zbek tilida mashhur bo'lgan, ko'p ishlatiladigan, men ishlatayotgan rus tilida bo'lib ketib qolgan so'zni ekvivalenti bo'lsa agar, hamma o'zbeklar tushunadigan, hamma o'zbek ishlatiladigan bitta mana shunaqa rus tilida ishlatayotgan bo'lsam, o'shani almashtirishim kerak deb bilaman. Chunki odamlarga qiyinchilik tug'dirmaslik uchun. Qiyinchilik tug'dirmaslik uchun. O'zbek tili, sof o'zbek tilida gapirganimiz yaxshi-da. Shunda to'g'riroq bo'ladi. To'g'ri deyman. Davom ettiramiz unda. Sizga galingiz birodar, barakallohu fikum. Birinchi faktim inshaalloh juda foydali bo'ladi. Men spoiler qilib oldinroqdan aytib qo'ymoqchiman. Bundan keyin agar modomiki inshaalloh Allohning tavfiq bilan bu ko'rsatuvimiz davom etadigan bo'lsa, men mana shu rubrikani hamma narsada qo'llamoqchiman. Rubrikani oti eng ko'p. Eng ko'p. Shu fakt haqida, ya'ni soha haqida yoki qanaqa mavzu bo'lsa, o'sha mavzu haqida eng ko'p degan mavzuda bir necha faktlar olib kelgan bo'laman. Jumladan hozir birinchi o'rin men arab tili haqida eng ko'p narsalarni aytaman hozir. Birinchisi bu wow bo'ladigan effekt bo'ladi deb o'ylamayman, lekin juda qiziqarli, foydali fakt. Aslida o'zga ma'lum arab tilidagi eng ko'p harf nechta bo'lishi mumkin maksimalni agar hisoblasak? Bitta so'zda demoqchimisiz? Bitta so'zni o'zida. Xumasi, ya'ni 5 ta. Yo'q, endi siz zoida harflarni qo'shishdan safga kirishib ketib qolyapsiz. Siz hozir faqat asli harflarni aytyapsiz. Zoida harflarni qo'shadigan bo'lsa eng ko'p. Ha, endi unisini bilmadim. Arab tilida eng ko'p 7 ta bo'lishi mumkin o'zi aslida. Lekin bitta so'z bor. Qur'onda kelgan bittasini aytaman. Keyin o'zi umuman arab tilida bo'lishi mumkin bo'lgan bittasini aytaman.
Bu so'z bular hammasi o'zi aslida bitta so'z hisoblanmaydi, lekin yozilishda bitta so'z shaklida yoziladi. Shuning uchun bunday boshqa tillardan ta'sirlangan holatda biz buni bitta so'z deb aytishimiz mumkin, lekin grammatika jihatdan bitta so'z emas bu. Qur'onda kelgani fasqoynakumuhu. Fasqoynakumuhu Qur'onda kelgan eng uzun yoziladigan so'z bo'lar ekan. Arab tilini oladigan bo'lsak, xuddi mana shu so'zga yana qo'shimchalar qo'shaman. Afastasqoynakumuha bo'ladi. Ma'nosi nima bo'ladi bu? Fasqoynakumuhu degani biz sizlarga o'sha suvni sug'ardik, ya'ni fasqoynakumuhu sizlarni sug'ardik o'sha nima bilan? O'sha suv bilan. Oyatning mazmunida shunaqa keladi. Fasqoyna fa bu va degan ma'noda. Asqoynakum. Asqoyna nahnu Alloh taolo o'zini aytayapti. Biz asqoynakumuhu kum hu ya'ni uni suvni sizlarga sug'ardik. Tushunarli. O'sha hu kimga tegishli ekandi bu? Endi shunga qo'shimchalar qo'shsak, afastasqoynakumuha desak, afastasqoynakumuha desak 15 harf bo'lar ekan. Bu so'z demak, ma'nosi faktimning birinchi qismi bo'ldi. Eng ko'p arab tilida yoziladigan, bitta yozilib aytgandan keyin eng ko'p harfli so'z bo'ladi. Hozir bu birinchi faktmi? Birinchi fakt. Birinchi fakti, birinchi qismi. Ikkinchisi, arab tilidagi eng ko'p arab tili avvalambor bunday faktni bunday boshlaydi. Ingliz tilida qoida bor-ku, so'zni plural qilish, jam qilish, to'g'rimi? S qo'shamiz oxiriga, to'g'rimi? Arab tilida ham shunaqa qoida bor. Lekin arab tili shunaqa bir til ekanki, jam turkumi eng ko'p bo'lgan til ekan. Tillar orasida. Jamini jam shakli. Ya'ni jam deganini aytyapmiz, pluralda o'sha jamli ko'plik siyg'asini aytyapmiz. Masalan, jamollar, kameralar. Jammi turlari bor do'st. Turlari eng ko'p. Ya'ni arab tilida bu borada qoida yo'q desak ham bo'lar ekan. Masalan, unaqa deyapsiz-da, ya'ni aytaylik, ustaz bo'lsa, ustaza bor, shu asatizu bor. Asatidatun bo'ladi. Ustazuna bo'lmaydi-da, asatidatun bo'ladi. Endi kitabunni akatibatun deymizmi? Yo'q. Kitabunni kutubun bo'ladi. Kutubun bo'ladi. To'xtamay qarang. Ustaza bo'ladi, ustoz ayol kishi. Ko'pligi nima bo'ladi? Buni vallohu ustazatun. O'shada ustazatun bo'ladi. Yoki asatidatun deymiz. Asatizatun nima bo'ladi? Asatidatun. Erkak kishi asatizun. Yo'q, asatidatun. Asatidatun degani nima? Erkak kishiga ham. Bu jam. Ustadun so'zini jami asatidatun. Ta'mir buti oxirida bormi? Ta'mir buti bor oxirida. Allohim bergan. Men sal xato yozilgan ekanman. Fakt nimadan iborat? Fakt arab tili jam siyg'asi eng ko'p bo'lgan til ekan. Mashalloh. Boshqa tillarda bunaqa nima yo'q. Bu minus bo'lishi mumkin. Yo'q, endi daqiqlik, aniqlik kiritadi-da bir tilga. Misol uchun ustozlar desangiz, ayol kishi ustozlarni отдельно olishdi. Ayol kishi ustozlarga o'zi 3 xil jam siyg'asi bor arab tilida. Jam muzakkar bor, jam muannas bor va jamu taksir deyiladi. Taksir hozir men taksir haqida gapiryapman. Unda hech qanaqa qoida yo'q. Har bitta so'zni o'zini, masalan, jamalun jimalun. Jamalun tuya jimalun. Kannahu jimalatun sufur, ya'ni jimal Qur'ondagi tuyalar deb ma'noda. Shunga o'xshab har bir so'zni o'zini alohida siyg'asi bor desangiz ham bo'ladi-da. Endi o'ylab ko'ring, qancha jam. Hozir siz bitta bir nechta fakt aytyapsiz-da. Men bir nechta fakt aytmayman. Faktimni nimasi eng ko'p arab tilidagi eng ko'p narsani zikr qilyapman. Va yana bittasi, arab tili bu o'zi juda ham mashhur. Arab tili eng ko'p sinonimlarga ega til. Bu hamma biladigan fakt bo'lsa kerak. Arab tilining eng asosiy kuchlaridan bittasi. Tuya so'zini men o'zim internetdan bahs qilib sanagan, 100 tadan oshiqni sanab bergan ekan. Oddiy kuchuk degan so'zni 70 tadan oshiq nimasi bor, sinonimi bor. Va bu sanalgan, qarang. Kuchuk ya'ni bu IT emas. Küçük so'zini 70 tadan oshiq sinonim, 70 tadan 60 tadan oshiq. Ya'ni bular lekin kuchukni har xil turlarida, to'g'rimi? Kuchukni atamalari bular. Misol uchun erkak kuchuk, ayol kuchuk, yosh bola kuchuk, qarib qo'ygan, o'lisi yazgina qolgan, ikki qat. She'rni ham 100 tadan oshiq nimasi bor ekan. She'rni. Qasvara, Qur'onda kelgan Qasvara, Haydar, Lays, Asad, Hizabr, Asarta, Hizabr, Sharoid, Rabat degan she'rlar bor. She'r deganda she'r aytyapman hozir. She'r aytyapman. Shunaqa. Arab tili eng ko'p sinonimlarga ega bo'lgan til. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, arab tili eng ko'p deganda 3 ta narsani zikr qildim.
eng ko'p eng ko'p men aytib beray, esimda qoldimi ekan. Eng ko'p harfli so'z bo'lish, nechta harf bitta so'z emas, bo'lishi lekin mumkinligini aytdingiz. yozilish. Ha. Yozilish. Nechta birga yozilishi mumkin Buni men ikki bo'lgan. qismda aytdim. Bittasi Bu arab Qur'onda tilidagi, kelganmi bittasi Qur'onda Qur'onda kelgani? Fas Ha. Fa'asqoynakumuhu Fa'asqoynakumuhu dedingiz, keyin afastasqoynakumuha dedingiz. Ma'lumot o'laroq afa istasqoynakumuha demaymiz. Nima uchun? Ha, to'xtang, bu chunki men aytay to'xtang. Chunki hamza vasliyami? Ha, chunki bu yerda ekan hamza vasliya. Afa istasqoyna emasda, afastasqoynakumuha. O'rtada hamza bor degan. Na'am. Xo'p, endi bu birinchisi edi. Ikkinchisi bo'ldi. Arab tili eng ko'p esimdaligini aytib olay, sinonimli bor til dedingiz. Sinonimli bor til dedingiz. Ikkinchisi arab koreys tiliga ketib qoldi, ko'rasizmi? L bilan R arab tilida xo'sh, eng ko'p nima dedingiz? Arab tili eng ko'p jamlar, shakllarga ega bo'lgan til ekan. Jamlar. Faktim juda murakkab bo'lib ketdi deb o'ylayman, to'g'ri, lekin maqsadimiz ma'lumot yetkazish bo'lgan. Xo'p, men o'rta arifmetikani olishim kerak deb o'tdi, to'g'rimi? Uchala faktingizni. Uchala faktimni umuman o'rta arifmetik. Bu bitta fakt. Arab tili eng ko'p mana shunaqa foydali til degan ma'noda bitta fakt bo'lyapti hozir. Eng ko'p sinonimlarga o'chdi. Nimaga o'chdi? 3 ta fakt dedingiz, o'shani o'rtachasini oladigan bo'lsam, menga eng qizig'i vallohu alam o'sha eng ko'p sinonimlarga ega bo'lgan tilligi bo'ldi bu yerdan. Hatto sevgi degan so'zni o'zini ham muhabbatni. Huyam bor. Mahabbah bor. Vud bor. Bularni adashmasam Ibn Qoyyim rahimahullohni kitoblarida kelganda urovinglar bor. So'z bor, Qur'ondan ham kelgan. Sevgi, muhabbatda urovinglar bor. Er va ayollar o'rtasiga nima solib qo'yadi? Nima edi? Nima edi? Mawadda. Mawadda. Ja'ala baynakum mawaddatan va rahma. Xo'p, hammamizni oilamizga Alloh subhanahu va taolo mawadda solib qo'ysin. Amin. Xo'p, menga bu 6 li bo'ldi. Allohu akbar. To'g'risi. Ya siz bilmayman. 300 oldingizmi menda hozir makamlik? La. Rostdan menga shu. Men 10 bergan bo'lardim. 10 mi? Men o'zim 10 bergan. Agar kim menga mana shunaqa qilib 3 ta Yo'q, men xolis bo'lib aytaman, birodar. Menga bergan balangiz men uchun balandroq bo'ldi deb o'ylayman. Bundan oldingi faktga. Siz qiziqarliligiga qarab aytyapsizmi? Ha, qiziqarliligiga qarab, qiziqarliligiga qarab. Foydaliligigacha. Men agar qiziqarliligiga qarab aytganimda sizniki kam bergan bo'lardim degan. Xo'p. Ha, mayli bo'ldi. Foydaliligiga ham misol uchun 6 deb o'ylayapman, to'g'risi. Xolis. Vallohi shuna deb o'ylayapman. Bo'ldi. Zo'r. Davom etamizmi? Davom etamiz. Xo'p, men uchun qiziqarli bo'lgan fakt, Koreyada borganimda men hayron bo'lganman va mana shu aynan shu narsa menga ozgina qiyinchilik tug'dirgan koreys tilida gaplashishda va o'rganishda. Koreys tilida siz, san deb aytishi hech qanaqasiga muloyim yo'li yo'q. Tushundingizmi? Ya'ni, misol uchun hammasi qo'polmi? Endi qo'pol eshitiladida, tushunyapsizmi? Siz yoki san deb o'zi siz deb aytish ham qo'pol eshitiladida, tushunyapsizmi? Misol uchun bor so'zlar no deydi, misol uchun yoki do talaffuz ham qilishadi, do deb aytadi. Misol uchun bu san deganga o'xshaydi-da, tushunyapsizmi? Yoki yaqin o'rtog'i bo'lsa, nima qil shunaqa gapirishi mumkin, lekin qo'pol emas eshitilmaydigani yo qo'pol emas eshitiladigani yo'q. Qanaqa qilib gaplashadi deb aytishingiz mumkin. Xo'p, misol uchun aytaylik, sizga mana hozir sizga siz deb aytayotganim qo'pol eshitilmaydi-ku, to'g'rimi? Lekin koreys tilining shunaqa tabiati shunaqaki, mana shu hozirgi siz deb qo'pol emas eshitiladigan siz degan so'z yo'q. Unda qanaqa qilib normalniy gaplash, odatiy gaplashish mumkin siz deganni uchinchi shaxs qilib gaplashadi, to'g'risi gaplashayotgan odam bilan ham. Masalan, men sizga aytgan bo'larmiki, '선생님이 왜 영어를 배우지 않으세요?' deb aytishim mumkin. Misol bu degani, misol nimaga siz ingliz tilini o'rganmaysiz deyish o'rniga, nimaga ustoz ingliz tilini o'rganmaylar deb siz haqingizda gapiraman. Tushunasizmi? Tushundingizmi? Ajib. Ya'ni
uchinchi shaxs qilib aytadi, gaplashayotgan odamini ham. Mana shunaqada. Ya'ni mana shu narsani tushunishga, anaqa qilishga ozgina menga hazm qilishga vaqt ketgan Koreyada. Ajib. Gaplashish uchun, ya'ni bilmaydigan odamingizni ham, misol uchun sajangnim, sonsingnim yoki boshqa Kim bo'ladi-la? O'zi bizda ham shunaqa shiva bor-ku, kim bo'ladi-la? ha, Vodiylarning shivasi, vodiylar ya'ni gapiradi ko'pincha. Ismlar nima edi? siz deb aytmaysiz-da, uncha siz deb aytmaysiz. Anaqa yoki misol klientga ham shunaqa gaplashishadi-da. Sonnim deydi, klient sonnim deb aytadi. Nim degani o'sha anaqa o'zi hurmat qo'shib qo'yish qo'shimchasi. Hurmat. Misol sonsang o'zi o'qituvchi degan sonsang. Sonsang degani sonsang nim desa hurmat qilib ustoz deyotgan bo'ladi. Hurmatli ustoz degan bo'ladi-da. Shunaqaroq sonsang nim. Lekin uchinchi shaxsga ham shunaqa aytadi-da. Misol sonsang nimni uchinchi shaxsga ham ayta oladi. Aytmoqchi bo'lganim mana sonnim degani klient degani hurmat qilib. Misol uchun men klient bo'lib kirdim magazinga, sonnim. Klient, sonnim, hurmatli klient. Sonnim. Hurmatli klient. Mijoz. Mijoz desa, misol uchun hurmatli mijoz nimadir yoki nimadir olasizmi? Sizmi? Ya'ni nimadir xohlaysizmi deganda, ya'ni yoki umuman aytmaydi, o'sha siz degan so'zni umuman aytmaydi yoki sonnimni qo'shib aytadi. Tushundingizmi? Ya'ni uchinchi shaxsga aytmasligi ham, ya'ni o'sha siz degan so'zni umuman aytmasligi ham mumkin. Men sizga aytmoqchi bo'lsam, Yong'or voy pevjansa-yo deb aytishim ham mumkin. Nima ingliz tilini o'rganmaysiz deganda, ya'ni siz degan so'zni o'zi yo'q bu yerda. Inglizchaga ham o'xshar ekan, inglizcha ham o'sha you bor-ku. You sen hammaga sen o'sha. Ha, shunaqa. Ko'pchilik ham you are desam hammalaringiz degan bo'ladimi? Shunaqa. Hatto duoda ham you are deb Alloh taologa duo qilishim mumkin, to'g'rimi? Lekin ingliz tilida undan ham categorically, ya'ni kategoriyani emas, katta farq qiladi-da. Ruschadan qochib inglizchaga qochyapmiz-da. Ha, hozir koreyscha qo'shib ketadi. Koreyscha qo'shib ketadi. Arabcha qo'shib gapirsam farq qiladi. Katta farq qiladi. Ingliz zabonlar ham qiynaladi koreys tilini o'rganishga, chunki tillarning tabiati juda boshqacha-da. Juda boshqacha. Grammatikasi вообще farq qilinadi-da. Grammatikasi haqida saldan keyin ham fakt aytaman, lekin hozircha mana shu fakt. Xo'p. Bilmasam, shu 7 taga yaraydi. Yana qo'shimcha qilib aytaman. Hatto bahslashayotgan, urushayotganda ham san deb aytishni olib qochadi ular. Tushundingizmi? Agar haqorat qilib nima qilmoqchi bo'lsa, albatta aytaveradi. Koreys tilidami gap yo koreyslarning o'zini xulqidagi hozir? Ya'ni endi xulq, kultura, madaniyat, tilchi birikishib ketadi-ku baribir. Tilda bor yo'qligi boshqa narsa, odamlarning ishlatishligi boshqa narsa. Yo'q, bor tilda san degan so'z bor. Lekin o'shani faqatgina qo'pol gapirmoqchi bo'lganda yoki o'ta yaqin odamga qo'pol gapirish farqi yo'q bo'lgan odamga gapirganda o'sha so'zlarni eshitadi. Masalan, misol uchun. Xuddi shuni aksi arab tilida umuman yo aksida ham shunga o'xshab ketadi. Arab tilida umuman siz degan narsa yo'q. Arab tilida hammasi anta. Hatto Alloh taologa subhanaka deymiz. Sen deb, ya'ni tarjimada ham sen deb tarjima qilamiz. Lekin masalan shayxga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, ahsanallohu ilaykum deb siz deb gapiramiz. Kum ilayka demaymiz-da. Ahsanallohu ilaykum shayxna deymiz. Shayxona masalan. Shayximiz ahsanallohu ilaykum mada taquluna fi hada, masalan mana bu narsada nima deb aytasizlar? Jazakumullohu xayron shayxna deymiz masalan. Jam siyg'asiga ko'pirib aytamiz. Asli bu grammatik jihatlama noto'g'ri. Grammatik jihatlama biza ahsanallohu ilayk deb aytishimiz kerak. Hozir arobiy bitta oldingi bitta arabni olib kelib qo'yishni o'rtaga qo'ysangiz tushunmay qoladi-da. Ko'pchiligiga gapirasiz. O'zi bilasizmi? Bizda ham shunaqa-yu. Misol uchun siz deganda ko'pligi ham siz deymiz-ku, to'g'rimi? Endi bizda lekin grammatik o'laroq otam aytdilar deb aytish mumkin-da. Otam lekin qarang, mana shu sheva farq qilar ekan. Shevadan sheva farq qiladi. Mana grammatik jihatlama. To'g'ri, adabiy rostligini adabiyda o'zbekchada bor-da bu narsa. Bizani uydagilar Qo'qondan ular boshqacha gapirishar ekan. Misol uchun men boshida mana shuni tushunmaganimdan adashtirib o'rganman. Misol uchun endi aytaylik, meni adamlar keldilar-da uyga. Men adam kelgan bo'lsalar, men aytgan bo'lardim, adam keldilar degan bo'lardim-da. Ayolim adajon kelishdi derdi-da.
ko'plikda gapirardi. Ishonasiz, kelishdi. Anjali kelishdi. Kelishdi yoki misol uchun men onam bilan gaplashayotgan Siz ham bo'lsam, ko'plikda aytyapsiz-ku, adam keldilar deb. keldilar degan Keldilar. ko'plikda sizlashdi, mana shunaqa eshitilinadi, to'g'ri, lekin kelishdi desa bitta emas, bir nechta odam Bir nechta haqida gapirayotganda eshitiladida bizada. Ha, haqiqatan. Ularda bitta odamga ham kelishdi deganda, Shivadan farq. ha, Lekin grammatik shivani qo'shsangiz arabchada bor. u aralashib ketadi. Aralashib ketadi. Lekin grammatik o'laroq qaraganda o'zi salkam ko'p tillarda. Faqat biz ham o'zbek tilida qiziqarli. Farqlanishi, nima qilishi, ya'ni men juda anaqa qilgan, hali ham misol uchun hozir 7 dan 6 ga tushiraman. ha, bo'ldi. Rosta. Yetdimi? Yetdi, Shunda yetdi. nazni necha berdim? Endi berasiz-da. 6 berdim, nolning sizga. Ha. Bo'ldi, davom Endi ettiraman. berasiz. Sal qiziqarlirog'idan aytaman. Hamma tilda tinish belgilari bor. Nuqta, virgul, so'rov belgisi, ha? Inglizchada bor. Sizga savol arabchada bormi shu narsa? Ko'rganmisiz? Savol belgisi bor. So'rov belgisi, masalan, so'rov belgisini olaylik, qiziq chiqadi shunda. So'rov belgisi qanaqasiga qo'yiladi? Teskari qo'yiladi. Ha, teskari qo'yiladi, to'g'rimi? O'zi, endi teskari demaylik, ya'ni odatiy yozishga o'rganganimizga nisbatan teskari, lekin teskarida lekin. ular teskari bo'lishi mumkin, arab tilida o'zi to'g'ri yoziladi, misol uchun. Arab tilidagi so'rov belgisi teskari. Teskari. Chunki- hop, shunaqa bo'ldi. Men faktim shu haqida o'zi. Chunki tinish belgilari 1918-yilda qo'yilgan ekan. Milodiy yil. Yaqinda. 105 nechisi yil? 107 yil. 107 yil. Shu paytgacha tinish belgilari yo'q bo'lgan arab tilida. So'rov belgisi. Gap tugaganini qayerdan bilishgan? Ha, o'shada. Jumlaga qarab bilik. O'zi shuning uchun arab tilining grammatikasida istifhom nimalari bor? Istifhom so'zlari bor. A yoki hal. O'sha istifhom so'zini o'ziga qarab aniqlab olishgan. Ajib, a? 100 yil oldingacha. Arab tili qanday qadim til tasavvur qiling. Arab tili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlaridan oldin ham bor bo'lgan. U necha yil, hatto hadisda ham Nuh, Hud, Solih, Shuayb va nabiyuka Abadarda mana shu 5 ta payg'ambar arab bo'lgan deb aytganlar-da. Nuh alayhisalom. Nuh alayhisalom zamonidan 1900-yilgacha tinish belgilari yo'q bo'lgan. Odamni adashib Men buni ketmagan. yanada sizga bayon qilib berishim mumkin. Nimani? O'sha Umaviylar zamonasigacha arab tilida nuqtalar yo'q bo'lgan. Umaviylar zamonasi qachon bo'lgan endi? U shu 1-asrda, 1-asr nimani hijrat 1-asrlarda. Men adashayotgan bo'lishim mumkin. Qo'yaveramiz to'g'risini. Ish qilib Umaviylar zamonigacha nuqta belgisi yo'q bo'lgan. Men o'qigan o'zim balkim bu bitta bo'lgan demoqchimiz. Ha? Bir xil yozilgan. Subhanalloh. Ana anaqa bo'lar ekanda, ana rus tilida kelib turadi-ku. Men shuni nima qilsammi dedim. Top kelsammi dedim. Sizga challenge qilish uchun videodan tashqari qila qolamiz. Bitta tekstni beraman, o'qib ko'rasiz. Nuqtalar qo'yilmagan. O'zi arab tilida harakat qo'yilmagan so'zni o'qish qiyin. Nuqtalar qo'yilmagan. Tasavvur qiling, odamlar qanday ajratgan. Ajrat olishganmikan? 1912-yil kechirasiz. 1912-yil. Ahmad Zaki Basha. Ahmad Zaki Basha degan kishi shu narsani nima qilib, himmat qilib shu narsaga g'arb nimalar tillarini solishtirgan holatda o'sha tinish belgilarini qo'ygan ekan. Virgul bunaqa bo'lsa, arab tilida tepasiga teskari qilib qo'ygan. Xilof bo'lishi mumkin-a? Yo'q, arab tiliga moslash uchun. Chunki arab tili chapachin yoziladi-da. Harflar mos kelishi uchun. Chunki virgul masalan bunaqa qo'yamiz, so'zdan keyin qo'yish, o'sha so'zga mos bo'lishi uchun-da. Arab tilida teskari bo'lsa, virgul teskari bo'lib qoladi-da. So'rovni ham teskari qilib qo'ysangiz. O'shanga moslab chapachin qilib o'zi kiritgan ekan shu narsani grammatikaga va grammatik o'laroq hozirgacha iste'mol qilinib, hozir ommalashib ketgan. Xo'p. Ajib-a? 1900-yilgacha, 1912-yilgacha Men ball berishim kerak. Ha. Unga 9 ball bergan bo'lardim, Alloh a'lam. Ya, endi hozir ko'pirtirdingiz. Yo'q, endi men chunki men endi o'rganayotgan odam sifatida tasavvur qilishim qiyin-da. Tasavvur qiling. Nuh alayhisalom zamonidan boshlab tasavvur qiling. Milodda u mayli nuqta virgullar mayli, lekin ya'ni ba, ta, sala, misol uchun ayn bilan g'oyinlar ular oldin farqlanmaganligi, bir xil bo'lganligi menga subhanalloh qanaqa qilib deyman-da, to'g'risi. Qanaqa farqlashgan ekan? O'zi faktni yana ko'paytirishimiz mumkin. Nuh alayhisalomning zamonidan odamlar arab tilida gaplashgan bo'lsa ham, o'sha vaqtdagi odamlar yo Solih alayhisalom zamonida masalan arab tilida gapirishgan bo'lsa ham, lekin xatda yo'q bo'lgan, arab tilida yozilmagan. Yozilish bu men o'qigan shu Rasulullohdan sal oldin, miloddan sal oldin
o'sha Paydo bo'lgan. miloddan keyin ya'ni qog'oz qilishni boshlashgan. yozuv u ham hozir bizda bilgan nimada emas, xuddi bir fir'avnlar yozuviga o'xshagan yozuv bo'lgan ekan. Hierogliflar. Hierogliflarga shakllar bo'lgan ekanda. Keyin o'sha Qur'on bu narsani qandaydir ko'targan siz bo'ladi. Qur'on borligi uchun yozishga keyin harakat qilgan. Ehtiyoj paydo bo'lib. Ehtiyoj paydo bo'lgan, ha. Shu daraja. Birinchi 9 bu birinchi 9 bo'ldi. Birinchi 10 qaysi bo'lar ekan qiziqtiryapti. Ha, mana hozir kelyapti inshaalloh. Maşallah. Xo'p, endi meni galimmi? Siz arab tilidagi imlolar haqida, imlo emas, nima belgilari dedingiz? Tinish belgilari haqida gapirdingiz. Va o'shanga o'zgartirish kiritilgani haqida gapirdingiz. Koreys tilida ham bor shunaqaga o'xshagan narsa. Odamlar biladimi yo'qmi? Lekin koreys tili oldin Xitoy hierogliflarini ishlatgan. Koreyslar oldin Xitoy hierogliflarini ishlatgan o'zini tilida gapirish uchun. Lekin bu degani Xitoy tilidan kelib chiqqan til degani emas, yoki Xitoy tiliga o'xshash ham degani emas-da, grammatik jihatdan, boshqa jihatdan, xuddi o'zbek bilan qozoq yoki o'zbek bilan tojikmi yoki o'zbek bilan turk tillari birga o'xshagan tillar emas bular, lekin baribir. Koreys bilan Xitoy. Tushunasizmi? Koreys tili отдельный turadi. Alohida o'zini oilasi bor desa ham bo'ladi. Janubiy Koreya bilan Shimoliy Koreya tillar farqi bor? Yo'q, lekin ular bir-birini tushunadi. Farqi bor-a lekin. Endi xuddi viloyatlar farqlanadigan-da, ya'ni даже Koreyani ma'lum bir masalan rus tili ukrain tilidek yo'q, unchalik katta farq emas. Yo'q, unchalik katta farq emas. Lekin masalan, men Seul koreys tilida Seulda o'rganganman, misol uchun. Tejonda ham, Seulda ham, lekin ko'proq Seulda. Seul eng quloqqa yaxshi eshitiladiganlardan bittasida, ya'ni chunki o'ta naqaroq gapiradi, tozaroq, nimaroq gapiradi. Lekin misol uchun Pusan anaqasida gapirsangiz, shevasida. Tushunmaydi-da, juda qiyin. Bu shivalar grammatik shivalar. Ha. Yozilishga ham yo'q, Alloh alam unaqa qilmaydi. Faqat iste'moldagi shiva. Ha. Yozilishga Alloh alam ta'sir qilmasa kerak. Inglizchada emas ekan-da. Yo'q. Grammatik o'laroq ham qandaydir aralashib ketadi-ku. Grammatika uncha o'rlashmaydi, yozilishi, so'zlarning yozilishi o'zgaradi. O'zgaradi. Standard so'zi amerikancha boshqa yozadi, britancha boshqa yozadi. Harflar joy almashadi va hokazo. Lekin koreys tilida nima deyotdim o'zi? What? Bro, what are you talking about, man? Ha, shu Xitoydan olgan va koreys tili o'zi alohida bitta nima deydi? Misol uchun turkiy tillar bor. Mana bu yerda arab tili bilan, misol uchun yahudlarning tili, arab tili va arameik tili bo'lgan-ku oldin. Misol o'sha til bitta oila-ku misol uchun. O'zi koreys tili Xitoydan tildan kelib chiqqan bo'lyapti. Yo'q, o'sha kelib chiqqan emas-da. O'zi bitta alohida turadigan til bu. Lekin yozilishi hierogliflarni oldin Xitoy tilidan foydalanishgan. Chunki yozuv yo'q bo'lgan. Keyinchalik mana endi faktga yetib kelyapmiz. King Sejong, qirol Sejong olimlarni to'plab alfavit o'ylab topishgan. Nechinchi yil? Hangul. Nechinchi yilning ismini to'g'risi. Inshaalloh chiqib keladi inshaalloh. Qiziqdim chunki nechinchi yil. King Sejong o'sha katta qirol bo'lgan, ana o'sha haykal mashhur. O'sha ana hayotni osonlashtirish uchun oddiy qilib aytganda Hangul degan alfavitni o'ylab topishgan. Tatbiq qilishgan. Lekin shunaqa vaqt bo'lganki, shu koreys alfavitini Hangulni ishlatish jinoyat hisoblangan. Nimaga? Mana shu joyi qiziq. Siyosiy nimami bu? Aynan. Nimaga? Chunki odamlar Xitoycha hieroglif ishlatish o'rganish qiyin. Xitoycha hierogliflarni o'rganish qiyin, ishlatish qiyin, unda o'qish, yozish qiyin-da. Va bu narsani oddiy xalq ilm o'rganishga, yozish, o'qishga ularga dostуп ochilib ketmasin deb faqatgina Xitoy tilini saqlashga harakat qilgan. Xitoy hierogliflarini shu faqatgina ma'lum bir qatlam o'qib yozishni bilsa, oddiy qatlamga oson bo'lib qolmasin. Chunki oson bo'lgan-da Hangul. Rostdan aytaman, koreyslar juda oson til. Ayniqsa ularda alfavit bor, harflar bor. Koreys tili yapon bilan Xitoy tiliga o'xshab bitta hieroglif, bitta so'z emas-da, tushunasizmi? U yerda harflar bor. Endi yapon tili haqida gapirmayman, juda ko'p bilib olmayman. Lekin xitoyliklar bilan yashaganim uchun, xitoyliklar bilan birga o'qiganman, bilaman. Ular bilan ko'p gaplashganman. Juda anaqa Xitoy tili qiyin-da, ularda yana ikki xil. Hanjasi yomon qiyin-da.
bitta so'zni eski xitoy tilida yangi xitoy tilida yozishingiz mumkin, juda qiyin. Qiyin til. Koreys tilida harflar bor, osonda, tushunasizmi? Aytayotgan gapingizni tushunmasangiz ham yoza olasiz-da. Mana shu narsa juda oson qilib yuborganda, xalq ilmli bo'lib ketib qolish uchun. Shuning uchun mumkin emas qilib qo'yishganda, qarang hangilni. Xitoy hierogliflarni yozish majburlashgan. Alhamdulillah, endi Shu taqdir Allohning taqdiri bilan, qadari bilan tarqalib hangil yana tatbiq bo'lib ketgan. Va koreys tili juda osonlashib ketganda. Shu fakt. fakt. Shunda fakt oldinlari Xitoy hierogliflari ishlatilgan til keyin Hangilga o'tgan, lekin keyin Sojongmi nima edi? Sejong. 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 Sejonmi? Sejong. Sejong. Sejon. Jong. Jong. Bitta? Bitta ismi shunaqa. Sejon. Ikkita bo'lgan. King Sejong. Ismi Sejonda. Zo'r. Bilmasam 7 deb ham. Yo, men anaqa qilmasman. Okay. Yo'q, men Skidga qilib beraymi? nima qilishga haqqim yo'q. Nima deydi? Yo, men Qabul to'g'risini qilishdan boshqa yo'q. Nima dedim ya'ni? Okay. Menga qiziqarli tuyulganda Xitoy hierogliflarini ishlatishganligisini bilganimda va bu narsa hangil ishlatish balkim haqiqatan men ham bir koreys tilini o'rganib yurgan odam bo'lganimda yo deb qo'ygan bo'lardim, balkim. Ha, rostdan ham. Hozir endi men bilmagan odam sifatida, haqiqatan. Okay. Menga hech bilmayman. Hikoya ham issiq so'g'i yo'q. Menga hozir Xitoy tilini, koreys tilini olib keling. Sal Xitoy tilidan ko'ra koreys tili menga ochiqroq yozilganda tuyuladi. Xitoy tili to'liqroq yozilganda tuyuladi. Hech boshqa narsani bilmayman, ya'ni farqini. Bo'ldi. 7 bo'lsa 7. Bismillah. Bu faktim qisqaroq qilib ayta qolaman. Qiziqarliroqni oxirroqga olib qo'yaman aytaylik. Videoni oxirigacha ko'rishimiz uchun. Bu faktni o'zi asli fakt deb olishim siz uchun yangilik bo'lmaydi. Aniq bilaman. Lekin tomoshabinlar yangilik bo'lar uchun bahoni o'shanga qarab beraylik deb qolay. Arab tili shu darajada boy til bo'lishiga qaramasdan, shu darajada hozir yuqorida aytganimizdek sinonimlari ko'p va juda tarixi boy. Shuncha bo'lishiga qaramasdan arab tilida hozirgi zamon fe'li yo'q. Hozirgi zamon mudoriyachi. Mudoriya to'laligicha, masalan, present simple yo'q. Tushunasizmi? Men bitta so'zda aytaman, o'sha so'z faqatgina hozirgi zamonni anglatadi, kelajakni anglatmaydi deb ayta olmaysiz. Yaktubu desam, yaktubu desam, kelajak ham bo'lishi mumkin. Kelajak ham bo'lishi mumkin. Qadam bilasiz. Birdan savol uyg'onadi. Buni kontekstga qarab ajratib olasiz. Kontekst degani o'sha so'zni oqimiga qarab ajratib olgan bo'lamiz. Ajoyib. Arab tili shunaqa katta tarixga ega bo'lgan til bo'lishiga qaramasdan hozirgi eng ko'p ishlatiladigan narsalardan bittasi. Vaholanki boshqa tillarda bor bu. Hatto o'zbek tilida ham bor. Qilyapman, yozayapman. Kelajak zamon Continuous ham yo'q, ha? Yozmoqdaman o'zbek tilida. Men yozmoqdaman. Bormi? La. Lekin o'tgan past continuous bor lekin, o'zi kana kuntu aktuba. O'sha boshqa bitta so'z qo'shamiz. Kuntu aktuba. Ana kuntu aktuba. Shunaqa. Bu balkim arab tilini osonlashtirar. O'zi zamonlarni ko'payib ketishi ham qandaydir bu arab tilining kamchiligi deb aytishimiz qanchalik to'g'ri bo'ladi bilmayman, lekin chunki zamonlar ko'payib ketsa, fe'l o'zi zotan mana shu 3 ta fe'lni moziy, muzori, amrni tuslashni o'zi ko'ryapsiz-ku, sarf fanida sarf bo'lgan turgan kishi sifatida. La ilaha illalloh. Ha. Endi sizga bitta qo'shimcha zamon berganimda bilavering-da, xolis qanaqa bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. Balkim plyusdir bu. Ya'ni plyus, balkim arab tilini foydasiga ishlar bu narsa. Lekin ajoyib-da, ya'ni. Shunaqa katta til bo'lishiga qaramasdan, eng ko'p ishlatiladigan narsamizdan bittasi hozirgi zamon fe'li mustaqil o'laroq yo'q. 6 da. 7. Xo'p. Bu ham endi bilmayman sizga qanchalik qiziq, lekin koreys tili kim bilandir gaplashayotganingizda tilingizni, ya'ni ishlatayotgan gapingizdagi oxirgi qo'shimchani, intonatsiyangizni, hatto ishlatayotgan so'zlaringizni ham tanlab ishlatishga majburlaydi. Odamga qarab. Tushunasizmi? Misol kerak. Masalan, ism degan so'z bor-a? Xo'p. Ism degan so'zni, ism, atoqli ism, odamning ismi. Yo'q, nom. Mani ismim Ismoil. Shu ism, atoqli ism. Jamoat ismi. O'sha ismni kimga gapirayotganingizga qarab har xil so'z ishlatasiz.
Misol uchun, mana mendan yosh bola keldi. Mendan yoshroq bola, ko'rinib turibdi yosh bola. 20 moya deb aytaman. 20 moya deyman, tushundingizmi? Lekin mendan yoshi kattaroq odam kelsa-da, 20 moya ham demayman. Songhami otaka tesayo deyman. Yo'q qo'shyapsiz. Songhami yo'q demas gap. Songhami otaka tesayo deb aytaman, tushundingizmi? Mana shu 20 moya bilan Songhami otaka tesayoni farqi faqatgina hurmatda. Tushundingizmi? Ya'ni Songhami otaka tesayo degani ismingiz nimani? Ismingiz nima deb so'rashi shunchaki hurmatliroq yo'lida, tushundingizmi? Bu yerda irim so'zi Tarjimasi bir xilmi ikkalasi? ha, tarjimasi Ma'nosi bir xilmi? Ma'nosi bir xil. Shunchaki irim so'zi bu yerda songham bo'ldi. Songham bu irim so'zining hurmatli varianti. Tushundingizmi? Ma'nosi bir xil. Hamma so'zda shunaqa bo'lib ketadi. Yo'q, hamma so'z emas. Ko'p so'zlar bor. Misol uchun, aytaylik, chip degan so'z bor, uy degani. Xo'p. Uyingiz qayerda deb so'ramoqchi bo'lsangiz, chip demaysiz-da, hurmat qilish kerak bo'lgan odamga nisbatan. Tek deysiz. Tushundingizmi? Tek, men agar adashtirmayotgan bo'lsam, mana So'z shu o'zgaryapti shunda. so'zli o'zgaradi. Hurmat Akanchaniyalar o'zgaradi. Men endi tushunyapman, hozir endi miyam ochilib ketyapti. Siz xitob qiladigan insoningizga qarab turib so'zlarni tanlab gapirasiz. Ha, so'zlarni tanlaysiz. Anaqani ham so'zlarni tanlaysiz. Akanchaniya nima bo'ladi o'chasiga? So'zlarning oxiri tugashini tanlaysiz. Oxirini. So'zlarning oxirini tanlaysiz va nimani ham tanlaysiz? Pronoun, ya'ni to'xtang. Xitobda. Ha, unaqa misol uchun siz deyishni, san yoki boshqa anaqalarni ham olmoshni tanlaysizda, ha. Zamir deydi arabchada. Ha, domirni tanlaysiz. Misol uchun, boya aytdim-ku, san deya olmaysiz dedim-ku. O'shanga o'xshagan narsada, ya'ni hatto so'zlarda ham so'zlarda o'zgarish bo'ladi. Mana oddiy, men hayron qolganim shuki, misol uchun oddiy ism, uy degan so'zi ham hurmatli varianti bor-da. Tushunasizmi? Uy degan so'zi yosh. Bu nabarot siz oson tilda deyapsiz, nabarot muvaqqatlashtirib oldimi? Ya'ni qiynalashtirib. Yo'q. Men ikkalasi ishlatiladi, tushunasizmi? Ikkalasi ishlatiladi, ko'p ishlatiladi. Ya'ni bir asrda bir marta ishlatiladigan so'zni eslab qolishingiz kerak degan narsa emas. Arabchaga o'xshab deydi. Endi mana shunaqa, ya'ni u odam, men qarang, kim u? Statusi qanaqa? Mendan baland pastmi? Yoshi mendan baland pastmi? Lavozimi mendan baland pastmi? Mana shunaqada, tushunasizmi? Qanchalik yaqin taniyman bu odamni? Mana shu narsaga e'tibor berib so'zlaringizni tanlaysizda. Multfilm tilaganda o'ka. Yo'q, lekin tabaqalarga ajralib ketgan. Tabaqalash juda katta kerak edi. Tabaqalash juda katta. Misol uchun, ishxonangizda sizdan bitta baland odam sizga pisand qilmasdan gapirishi mumkin, lekin o'sha odam ko'chaga chiqsin, notanishiga "Oho, okajon" deb anaqa qiladi-da. Tushunasizmi? Hurmatni joyiga qo'yadi-da. Ular tabaqalanish juda katta. Lekin notanish odamga hurmatni joyiga qo'yadi. Ishxonada bo'lsa, men balandman sendan deb turadi-da. Men lavozim sendan baland. Zo'r narsa aytdingiz lekin. Hozir mana shu fakt bilan men koreyslar haqida shunday xulosa paydo bo'lmayapti. Bilmasam. Nechi bersam ekan? 9 beraman. Yo'q. 9 beraman. Men eng past bo'ladiganlardan bo'lsa kerak shu deb o'yladim. Yo'q. Yoki men shuni qiziqarli qilib aytib berdim. Yo'q, aytib berish bo'lishi mumkin deb qoladi. Chunki bu faktingizni olib men katta foyda oldimki, koreyslar haqida xulosa oldim-da. Qanaqa xulosa oldingiz? Men haqorat qilib qo'ymadimmi? Yo'q, haqorat emas. Koreyslar shu darajada, ya'ni tabaqalanish shu darajada ekanki, hatto tiliga ta'sir qilib ketgan. Tiliga ta'sir qilib ketgan, 100% tiliga ta'sir. Juda, ya'ni til ko'rsatib beradi-da, o'zi til xalqning nimasida, oynasida. Ta'sir qilgan, ajablandim. Va kecha bitta birodar bilan gaplashayotganim, koreyslar endi bu qanaqadir side benefit, bonus koreyslar haqida juda ham patriot xalqda. O'ta patriot xalqda. Xalqini va vatanini juda yaxshi ko'radi. Vatanini uncha-munchasiga nima desam bo'ladi, rivojlanishdan to'sadigan narsalarni, reputatsiyaga ta'sir qiladigan narsalarni juda yomon ko'rishadi-da. Shunchalik vatanini nima qilganda, даже davlat boshqaruvidagi odamlarni kerak bo'lsa zapastoy qamatadi. Men yaqinda 2 haftada bo'shatib yubordi prezidentni. Sen boshqara olmayapsan bizani deb bo'shatib yubordi. Tushunasizmi? Bizning davlatimizni
sen nima deydi dabdala qilib yuborasan deb bizani davlat unaqa bo'lmasligi kerak deb zabostovka qilib qancha nimalar bo'lib ketdi bu. Вообще katta tarixda bo'lmagan narsalar bo'lib ketdi-ku. Koreyada yaqinda. Bir necha oy Bizda qarang shunaqa narsalar. Subhanalloh. Anu Marshall nima bo'ldi-ya? Nima deylardi? O'sha so'z esimdan chiqib qoldi. Ya'ni военное положение bo'lib qoldi-da. Esimdan chiqib qoldi shu. Inglizchasini aytmoqsiz. O'sha inglizchasi esimdan chiqib qoldi. O'sha Marshall law'midi hozir? Yo'q, haq kerak deb qo'ydim. Marshall law'midi? Marshall law hozir. Yo'q, lekin Marshall law. Koreyaga borib kelgandek bo'lib qoldim. Qandaydir koreyslar bilan muomala qilishni bir taxmin qilib ko'ryapman-da. Va mana shu patriotizm dedim-ku, juda kuchli patriotizmda. O'zini vatanini juda qattiq yaxshi ko'radi-da va eng qiziqarli tarafi bu ham bitta bonus fakt. Koreyslarning patriotizmi siz o'ylamaydigan darajada o'zini namoyon qiladi. Siz tasavvur qila olmaydigan darajada emas, ko'rinishda. Masalan, turklar bilan yashayapmiz, misol uchun. Hamma yo bayroq, turk bayrog'i, Koreyadan bayroqlar ko'p. Bayroq, lekin misol uchun agar hozir turkka borib ishingiz tushsa-da, siz bordingiz, turk bordi, birinchi turkni qabul qiladi. Misol uchun-da. Turk sen vatandoshmisan, kel bu yoqqa deydi-da, misol uchun. Koreyslarda qanaqa? Koreyslarda misol uchun mana bunaqada qarang. Bu ko'pincha mana shu istoriyani aytib beraman. Ketamiz bir kuni, kechasi 3 ta o'rtog'im bilan yerda koreys yotib ichib olgan, ichadi-yu ular. Yuzi qon. Kayfda. Shuni turg'izdik. Ajoshi oddiy sasayo dedik. Ko'rishim sasayo degan so'zni ishlatganmiz, chunki hurmat qilish kerak. Sada fe'li o'zi yashamoq fe'lini hurmatlaysiz-da, bu tushunasizmi? Qisqasi, qayerda yashaysiz, olib qo'yamiz, yormashaveramiz desa, u bizga bundoq qaradi-da, kayf oshib, hech chet elliklar ekan, uyg'unlar ekan shekilli dedi. Qaralaring, sal zo'r odam ekansanlar dedi. Ko'rinishingizdan Sraz bildi, koreys emasmiz. Qarab, sal yaxshi odam ekansanlar, lekin bitta narsa aytaman dedi. Koreyslar hammasi ham mendek emas deyapti-da. Kayfda, ichib olgan, yuzi qonmay yotibdi-da. Vatanim reputatsiyasiga dog' tushirib qo'ymaydi deyapti-da, chet elliklarning oldida. Tushunasizmi? Bu boshqacha darajada. Yana kerak bo'lsa koreys bilan talashib sizni haqqingizni olib beradi. Bu chet ellik haqligingizni bilsa-da, ya'ni. Ha, vatan biz haqqimizda yomon fikrga borib qolmasin deb sizga yordam beradi. Ko'chada to'xtatsangiz, menga mana topolmayman. Men bir marta fotografiya qilishim kerak edi, o'pkamni rasmga oldirishim kerak edi. Notanish shahardaman, больница topishim kerak. Bilmayman tilni hali. Любой random odam duch kelgan odam to'xtatdim-da. Ego dedi. Mana shu больницani ko'rsatdim. Sajin deyapman. Nima? Sajin degan rasm degan. Sajin rasmga olishim kerak bo'libdi. больницani ego. Tushundim sana dedi. Shuni telefon chiqardi. Sraz o'zini telefon chiqaradi koreyslar. Shu больницani otini yozdi. Tir-tir yozdi. больницаga telefon qildi. Bugun fotografiya otdellaring ishlaydimi? Hozir oldlaring ketyapmiz. Boramiz deb shuni telefon qo'ydi. Telefon qilib, ishotimni bildi. Meni olib borib qo'ydi deb больницаga. Mashallah. O'zbek shunaqa ham bo'larmidi? Alloh alam uni qilmagan bo'lardi. Misrlikni hozir tasavvur qilsangiz, misrliklar bilan mezon yasasizmi aka? Вообще-da bu ajib. Bu nimadan deb o'ylayman? Anaqadan-da, patriotizmdan-da, vatanim haqida yaxshi fikrda bo'lsin mashalar degan. Nima? Bizni mana shu narsani Alloh alam dinimiz haqida yaxshi fikrda bo'lsin bo'ladi deb xulqni chiroylashtirishimiz kerak-da. Haqiqatan ibrat olsak. Alloh alam. Menga mana shu ta'sir qilgan lekin koreyslar haqida. Koreys tili haqida bo'lmasa ham, koreyslar haqida bunchalik nima bitta. Shu 9 dedingizmi? Bo'ldi. 9 dedimmi? Qabul qilaman men. Meni faktim endi. Bu faktni birinchi faktimga o'zib borsam ham bo'ladi, lekin alohida qilib chiqardim. Dolzarb bo'lgani uchun. Dolzarb bo'lganligi uchun va arab tili haqida inshaalloh hammamizda chuqur arab tili haqida alohida tasavvur paydo bo'lishi uchun. Arab tili faktni ismini shunaqa deb qo'yaman. Arab tili eng ko'p soha ichida, ya'ni far'iy, juz'iy sohalar, juz'iy ilmlari bor bo'lgan til bo'lsa kerak. Ya'ni hech qaysi tilda arab tilichalik juz'iy bo'linib taqsimlanib, sarf, nahv, balog'a, o'shanaqa juz'iy, hatto 14 tagacha fanlarga ajratilgan o'qigan. Hatto rasmni o'zi alohida, ya'ni rasm degani ilm rasm deydi, arab tilini yozilish o'zi ilmini o'zi alohida. Kalligrafiya. Yo'q, kalligrafiya xot ilmini ham alohida qilib olsangiz bo'lishi mumkin balkim.
xat kalligrafiya o'sha arab tilini harflari hozir bizga yetib kelgan harflarini yozilish shakllarini chiroyliligi buni o'zi alohida soha desangiz bo'ladida. Arab tilini masalan ilmul mufradat o'sha vocabulary ya'ni o'sha o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? So'z boyligi. So'z ilmni ismida bu. Ilmni ismi shunaqa. Mufradat ya'ni so'zlar ma'nolar so'zlarning ma'nolariga alohida bir ilm ajratiladi. Buni mana shu hamma ilmdan bir shingil olmasdan turib siz to'laligicha arab tilini tushundim deb ayta olmaysiz. Shuning uchun bizga kerak balkim Qur'onni любой odam o'tirib, istalgan любой emas, istalgan odam o'tirib tafsir qilib yuborishligi juda qiyin. Bu arab tilini o'zi haqida. Endi siz tafsir qilish uchun shariy ilmlarni o'ziga alohida har bitta ilmdan sabab nuzullarini bilishingiz kerak, uni ichidagi fiqhni tushunishingiz kerak, aqidaviy savol-javoblar bor ichida, to'g'rimi? Men hozir arab tili haqida gapirganimizda, arab tili eng ko'p o'sha birinchi rubrikaga yetib qorsam bo'lardi, lekin ajratdim ataylab. Eng ko'p ilmlarga ajratilgan til bo'lsa kerak. O'shandan kiradi, masalan, hozir aytganimiz, ilmul mufradat, ilmun nahv kiradi. Nahv ilmi. Nahv ilmi bizga so'zlarni birlashtirib so'z yasashni o'rgatadi. Masalan, biz so'zlarni yodladik. Gap yasashni o'rgatadi. Jumla yasashni o'rgatadi. Uzun qilib jumlani to'g'ri yasashni o'rgatadi. Sarf ilmi bitta so'zni olib tushlash. O'sha so'zdan boshqa so'zlarni yasaydi. Masalan, doroba urdi. Doroba bo'ladigan bo'lsa, hatto sarf ilmi shu darajada aralashadiki, rodoba qilsangiz boshqa ma'noda aylanib ketadi. Badoro qilsangiz, endi ba'zilari ishlatiladi, ba'zilari o'z arab tilida yo'q bo'lib chiqadi, lekin mana shunaqa qilib so'z yasashgacha aralashadi sarf ilm. Va o'sha dorobani o'zini zamonlarga falonchi urdi desa nima bo'ladi, falonchi urdi bo'lmasa, undagi hammasini qoidalab alohida ilm bu, sarf ilmi degan. Boshqa hech qaysi til bunaqa bo'lmasa kerak. Yana balog'a ilmi kerakli so'zni qisqacha qilib shunaqa aytsak bo'ladi, katta ilm. Balog'a ilmining ichida o'zi 3 ta ilm bor. Ilmul ma'ani, ilmul badi' va ilmul ma'ani, ilmul badi' qirqta şey deb. Balog'a ilmi nima o'rgatadi bizga? Balog'a ilmi bizga kerakli gapni kerakli o'rinda ishlatishni o'rgatadi. Masalan, so'zlarning o'rnini almashtirib yuborsa, nima ma'no chiqadi? Haligi bir o'zbekchada ham bor-ku, masalan, bitta gapni boshqacha ma'noda ishlatish, ko'chma ma'nolar, shunga o'xshagan narsalarning o'zini alohida katta chuqur ilmi bor, balog'a ilmi degan. Mana shunaqa qilib arab tilining ilmlarini ajratsangiz 14 tagacha ilm bo'lib ketar ekan. Xat ilmi, rasm ilmi, hozir aytganimdek, tajvid ilmi. Ajib ya. Mana shu ilmlarni hozir men aytib bergandek qilib bunday bir tushunib olsak, arab tili haqida qisqacha xulosaga ega bo'lgan bo'lamiz. Shuning uchun men buni alohida ajratib bitta fakt qildim. 7 de. Mayli. Norozi agar qo'shilmasanglar qo'shil yozinglar iltimos. Apellyatsiyaga berish variantimiz ham bor. Hop, mana galim endi birodar. Hop, oxirgi fakt. Menimcha o'zi qanaqadir ma'noda aytdim buni, lekin qaytariladi. Koreys tili juda ham menimcha shu arab tili bilan solishtirganimiz juda zo'r bo'ldi-da, qarang mana. Arab tilida har bitta misol uchun har bitta olmoshga, domirga alohida tuslab chiqqan har bitta zamonni, fe'lni, zamonni alohida qilib chiqqan ikkitalingda bor, jam bor. Shunaqa. Mufrodlar вообще alohida nechta bo'lib ketib qoladi-ku. Misol uchun o'sha hozir doroba, yadribu, idrib buyruqlari hammasiga boshqacha ikkitaga buyruq bor. Tabaraba qilish. Ko'pligiga buyruq berishingiz boshqacha bo'ladi. Bitta odamga, ikkita odamga buyruq berishingiz boshqa. Koreys tili bilan solishtirganda juda qiziq bo'lib qoldiki, men hozir o'ylayapman. Koreys teskarisi, koreys tili shuni. Hammasiga bitta. Masalan, mana bitta gap. Nikke vatta. Nikke vatta degani nima deganligini hozir sizga bitta aytib bera olmayman, chunki kontekstga qarash kerak bo'ladi. Misol uchun qarang, nikke vatta desa o'zi kech, nikke degani kech degani, vatta degani mana shu yerda ishkalama nima ishda qarang. Yo'q, vatta o'tgan zamonda. Keldim bo'lishi mumkin. Kelding bo'lishi mumkin. Qiz bolaga keldi, o'g'il bolaga keldi bo'lishi mumkin. Keldik bo'lishi mumkin. Keldilar bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni nima hatto
dastavka kech keldi deb aytishingiz ham nikkavatda deb aytsangiz, misol uchun u kech keldi degan bo'lishingiz ham mumkin. Shu jihatlama juda oson, sodda til. Ha, ana hech narsa qo'shmaysiz, nikkavatda bo'ldi. Kontekstdan tushunib oladi. Ya'ni kontekstga juda bog'liq bo'lgan tilda bu. Kontekst tushunish kerak bo'lgan bog'liq, juda bog'liq kontekstga. Va yana bitta narsa qo'shaman. Nimaga bunaqa o'zi, ya'ni ko'pincha o'zi koreys tilida qachonki shu egani etmaslik iloji bo'lsa etmaydi. Chunki hozir aytgandek kontekstga juda ham bog'liq til va tonga ham bog'liq til. Ton intonatsiyaga, ya'ni qarang, nikkavatda desangiz savol bo'lib qoladi, bo'ldi. Tushundingizmi? Savol qilish uchun tonni o'zgartirsangiz bo'ldi. Yozmada savol belgi qo'yib qo'yasiz bo'ldi. Lekin koreys tilida bu grammatik o'laroq demoqchisiz-da. Grammatik o'laroq juda ko'p, ya'ni, ha? Nimasi? Iste'moli ko'p. Shunaqa narsani iste'mol qilishlik ko'p demoqchisiz-da koreys tilida. Nimani iste'mol qilish? Shu intonatsiyani so'zlariga iste'mol. Ya'ni bu qarang, misol uchun o'zbek tilida o'zi asli kech keldingmi? Kech keldimi? Kech keldinglarmi? Bormi? So'rov. Yo'q, qo'shimcha emas. Intonatsiya yo'q. Intonatsiya yo'q. Ya'ni koreys tilida umuman bu narsa yo'q. So'rash uchun masalan arabchada hal yoki a qo'yasiz. Yo'q. Endi agar qachon, qayerga demoqchi bo'lsangiz, u so'zlar bor albatta. Lekin so'rash uchun yo'q. Yo'q. Uni faqatgina intonatsiya. Yozuvda qanday? Yozuvda so'rov belgi qo'yasiz. Ha. So'ra? Voshi. Aytaman teskarisi arab tilida. Juda ham kontekstga bog'liq, intonatsiyaga bog'liq, ishlatayotgan so'zlaringizga bog'liq, kimga gapirayotganingizga bog'liq. Mana shunaqa narsalar. Ajib. Aytaman, nechta ma'no anglatishi mumkin bitta aytgan gapingizda? Nima kontekst kelyapti deb so'rash kerak bo'ladi-da. Ajib. Zo'r. 8 ma'no. Aman. Tak, oxirgi qoldi sizda. Meniki. Men o'zim uchun juda qiziqarli fakt bu, chunki o'zim uchun ham yangilik bo'ldi bahs qilganimda. Men bahs deganda qidirganimda, izlanganimda degan ma'no bildiradilar. Men ham yaqinda bilib oldim, ko'p ishlatganchalar. Lekin izlash, qidirish deyiladi. Men arabchadan nima qilgan holatda ko'p aytaveraman shu narsani. Arab tili oxirgi paytlarda statistika qilib qaraydigan bo'lsak, eng ko'p tarqalgan tillardan bittasi ekan. Bittasi emas, eng ko'p tarqalgan til ekan. Tarqalish jihatlama. Ommalashish jihatlama. Tasavvur qiling, ingliz tilini muqobilida. Ingliz tili qanchalik ozmi? Masalan, bizning O'zbekistonda inglizcha o'rganadigan odamlar juda ko'p-da, nisbatan arab tiliga nisbatan ingliz tilida o'rganuvchilar menimcha, men nazrimda ko'p deb hisoblayman. Xuddi islom dini ko'p tarqalayotgandek, til jihatdan arab tili ko'p tarqalyapti. Nima omil bo'ladi bilmayman, lekin shu darajada statistikasini aytib beraman, hayron qolasiz. 2000-yildan boshlab hozirgacha arab tilini o'sish protsenti 5000%. Bu 2 barobar. 2000-yildan boshlab hozirgacha internet borligi, internet rivojlanganligi nimasi uchun arab zabonlar ko'payib ketdi. Arab zabonlar, arabchalashgan kontentlar shu darajada ko'payib ketgan. Arablar bolalar yotgandir. Yo'q. Inglizchani muqobilida mana qarangda, mana uzr gapingiz bo'ldi. Ingliz zabon xalqlar hozir maksimalni kam bola ko'ryapti. Buni e'tiborga qarasangiz, arablar siz ko'p bola ko'radi misol uchun. Bolalashda ham bilmayman, bolalash. Endi balki bunga boshqa omillar bo'lsa kerak, yo'q. Internet aro o'sha kontentni o'sishi yoki o'sha arabchalashgan kontent ko'payishi 5000%. Tasavvur qiling, necha barobar bu? 500 barobar. Nechinchi yilga qaraganda? 500 barobar. 2000-yildan boshlab. Internet birinchi tarqalishidan boshlab statistika qilib ko'rganimizda 5000%. Katta ko'rsatuvdir bu. Alhamdulillah. Shuning uchun arab tili eng ko'p tez o'sadigan tillardan bittasi. Agar arab tilini o'rgansangiz, nima demoqchiman? Arab tilini o'rgansangiz, siz hatto ko'chada qolmaysiz hamda, dunyoviy jihatlama ham. Hamma sohaga kiradi. O'zi bitta shayxga gapi esimga tushib ketdi. Aytgandiki, Qur'on tushgan zahotiyoq arab tili faqat arablarning tili bo'lmay qoldi. Ha, albatta. Musulmonlarning tili bu. Albatta, musulmonlarning tili, arab tili faqat arablarning tili emas. Ya'ni arab tilini, ya'ni misol uchun biz arab tilini arablar bilan gaplashish uchun birinchi o'rinda o'rganmaymiz. Arab tilini Alloh subhanahu va taolaning kitobini tushunish uchun bizga nima degan ekan Alloh, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan ekanlar, shuni o'rganish uchun birinchi o'rinda va arab tili bizning birinchi tilimiz o'zi bunday olib qarasizlar. Musulmonlar birinchi tili. Birinchi o'rin o'rganishimiz kerak bo'lgan tilda. Shunaqa. Arab tili.
Shuning uchun balkim ya'ni balki emas, aniq-ku bu narsa sababligi, lekin qolgan tillarga nisbatan haqiqatan juda katta ko'rsatuvdi bu. Shuning uchun arab tili eng tez tarqaladigan, eng ko'p ommalashadigan til ekan hozirgi zamonimizda. Men hech bunaqa deb hisoblamasdim-da, chunki hamma sohada masalan ingliz tili, hatto doktorlikni o'qiydigan odamlar ham ingliz tilida o'qiydi. IT ni o'rganadigan odam ingliz tilini o'qish kerak, dunyoviy jihatdan. Hozir biz dunyoviy jihatdan gapiryapmiz. Lekin yaqin tarixda ular navbatda arab tilini o'rganishgan. Ular teskarisiga arab tilini o'rganishgan. Mana shu qaysi sheyxdan, o'sha sheyx hozir aytgan sheyxdan eshitgan edim. Ular arab tilini o'rganib, arab kitoblaridan resurslar olishgan, ilmlarni arab kitoblaridan olishgan ekanda. Keyin endi subhanalloh teskarisi o'qib qoldi. Lekin yo tarqalishini aytyapman-da. To'g'ri, unaqa-ku, u aniq narsa, fakt-ku. Lekin hozir 2000-yildan keyin ommalashib borganda kontent inglizchada ko'payib ketishi kerak-ku. Nima o'ylagan ko'proq bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak. Lekin arab tili birinchi o'rin ekanda, baribir tarqalish, kontent ko'pligi. To'xtang, hozir lekin bitta narsani aniqlashtirish kerak. Kontent arab tilida ko'proq demoqchimiz hozir. Ingliz tilida internetda umuman shu internet tarmog'ida arab tilidagi kontent, umuman arab tilida bo'ladigan faoliyat 50 ming barobar 5 ming barobar ko'p ekan hozir 2000-yilga taqqoslangan hozirgi vaqtda. Yo'q, hop, lekin ingliz tili bilan solishtirsa-chi. Shuning uchun ingliz tilini men o'zim bahs ko'rganim yo'q, lekin men yo'q, ingliz tilini arab tili birinchi o'rinda turar ekan shuning uchun. Ingliz tilini hozirgi arab tili kontenti bilan hozirgi ingliz tili arab tilining o'sishi, progressi. Tushundingmi? Progressi birinchi o'rinda turar ekan qolgan tillarga nisbatan. Lekin miqdor jihatdan ingliz tili ko'proq bo'lsa kerak Alloh. Miqdor jihatdan ko'p bo'lishi mumkin. Men o'sishni aytyapman. Ko'payish jihatdan. Hozir yana bir 5-10 yildan keyin kim biladi qanchalik darajada agar bu darajada progress bo'ladigan bo'lsa. Chunki mana bunaqa narsada bu arab tili shunaqa darajada bo'lishini xohlardim, albatta, inshaalloh bo'ladi. Inshaalloh. Ingliz tili agar terminni noto'g'ri aytmayotgan bo'lsam, lingua franca degan qaysidir kitobda o'qigan edimda. Lingua franca degan statusga chiqqan ekanda, darajaga. Bu nima degani? Ikkita bir-birini tushunmaydigan, bir-birini tilini bilmaydigan odam gaplashadigan til ingliz tilida, tushunasizmi? Yapon bilan arab misol uchun. Bu yapon tili, bu arab tilini bilmaydi. Ikkalasi qaysi tilda o'zaro gaplashadi? Ingliz tilida gaplashadi. Albatta. Mana shunaqa darajadagi til, lingua franca, adashibsam shunaqa qilib aytiladi, Alloh alam. Bitta fakt bor, o'sha faktni qo'ysammi dedim, qo'ygim kelmadi. Lekin qo'yganim yaxshi bo'lar, aynan mana shu mavzuga chiqib ketdi, yaxshi bo'ldi. Arab tili o'sha national, o'sha natsionalniy dunyoviy miqdorda, ya'ni rasmiy 6 ta tildan bittasi arab tili ekan. Rasmiy 6 ta tildan bittasi. Ingliz tili, ispan tili, fransuz tili, arab tili, xitoy tili va 6-chisi nima edi? Hozir to'xtayman. Ingliz tili, arab tili, xitoy tili, ispan tili, rus tili va fransuz tili. Fransuz ham bor ekanmi? Allohim, shunaqa deb o'qidim men. Fransuz tili. Shu 6 ta til, ya'ni national nima deydi? National o'sha unit nima? United Nation nima? UN tilimi? UN tili. United Nationals nima bilan? United Nations. Nations, United Nations. Mana shu tillardan bittasi arab tili ekanda. Aytmoqchiman, ya'ni siz arabchani bilsangiz, hatto hech qayerda ko'chada qolmaydigan narsa. Va har bir sohada albatta, ayniqsa IT-da, masalan, hatto IT-da ham eng zo'r, dunyoviy jihatdan eng zo'r kontentlardan bittasi arab tili. Arab tilida. Yo'q-a? Shu darajada tekin resurslar juda ham ko'p. Aytgancha, birodarni IT-dan yuritadigan kanallari ham bor, Allohim barik, va noto'g'ri esimda emasmi, to'g'ri eslab qolganman, IT-ni arab tilli kontent orqali o'rgangansiz. Arab tilli kontent orqali o'rganganman. Mashalloh. Yo'linglar keyin ingliz tilini ham sekin rivojlanib qolgan, lekin arab tilini bilganligim qolganligiga nisbatan men IT-ni o'rganishim tezroq bo'lishiga sabab bo'lgan. Reklama qo'yib kelmayapti, lekin men o'rgangan akademiya o'sha arab tilida xolis $300 kursda. Bitta kurs, masalan, Python kursi. U yerda Pythonda qilishingiz mumkin bo'lgan hamma narsa, hamma kontent bor. Hatto искусственный интеллектlarga kirishuv deydi. O'sha kurs $300 ga sotib kirganman. Arab tilida va fusha arab tilida. Fushadami? Fusha arab tili. Allohim barik. Shunaqa arab tili, o'sha akademiya borligi va shunga o'xshagan kontentlar ko'pligi, siz arab tilini bilganligingizda, bilsangiz agar, hatto ingliz tilidan ko'proq foyda oladi. Chunki ingliz tilidagi bunaqa качественный kontentlar qimmat. Arab tilida juda ham arzon. Uni u akademiya nima moliyaviylashtiradi? Dubay nima asosiy nimasi, maqar raisi anada, Abu Dabida.
Hasubak deymiz. Allohum barik. Birodarlar, manchalik tugadi. Tugadi. Siz bor deyishinglar. Bunaqani bilmaymiz, necha ball bo'ldi. Mana hozir bunaqa qilamiz, chiqadi inshaalloh. Xo'p. Siz bahoyingizni tez berishdi. Baho bering. Ha, baho bermadimi, birodar? Baho bering. Ha, bu oxirgi nimangizga. Oxirgi baho bering. Xo'p, nima bilan arab tili eng ko'p eng tez tarqalayotgan til. Eng tez tarqaladigan til. Bo'lmadi, to'g'risini aytaman. Endi lekin qiziq fakti, men o'zim o'qib, haqiqatdan mashallah deb qoldim yani. Ajablandim. No, birodarlar orasida tashlab qo'ysa bo'ladigan gap. Shunaqa. Oraga. Hop. 7. 7. Общий baho. Общий baho. Yutqizibman yana. Yutqizibsiz birodar. Subhanalloh. Xolis bo'lishga harakat qildim. Rozimisiz? Yo'q. Subhanalloh. Yo'q. Bu hech narsa o'zgartirmaydi lekin. Allohum barik. Baho shunchaki biza o'zimizni qiziqarliroq o'zimizni qiziqtirib va o'sha o'zimiz qiziqqanimiz hisobiga ko'proq foyda olib kelish uchun qilyapmiz. Aslida baho hech qanaqa emas. Качественный nima bo'lsa sifatli kontent qilib bersak, sifatli, foydali, manfaatli, qiziqarli kontent qilsak, inshaalloh xursand bo'lamiz. Oddiy qaysidir misol uchun vaynlarni, serial, kinolarni, muzika eshitishni o'rnini bosadigan sifatli kontentni chiqarishga o'zimizni va sizlarni ham birodarlar undaymiz. Albatta Alloh subhanahu taolaning dinidan chegaralardan chiqmagan holda. Barakallohu fikum. Manchalik shu. Inshaalloh keyingi sonlarimizdagi takliflaringiz bo'lsa albatta yozib qoldiringlar. O'qib chiqamiz. Inshaalloh hammasini o'qib chiqishga harakat qilamiz va yana keyingi ko'rsatuvlarni qilganimizda ko'rishguncha inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.